Darhaqiqat Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasidagi nutqi unda ilgari surilgan tashabbuslar umumbashariy maqsadlarga asoslanganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi davlatimiz rahbarining mazkur nutqini lingvistik jihatdan tahlil qildi. Global xavfsizlikni ta'minlash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, yashil energetikani rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash. O'zbekiston Prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasidagi nutqida butunjahon hamjamiyati uchun dolzarb bo'lgan ushbu masalalarga to'xtalib o'tdi. Davlatimiz rahbari dunyoning barcha mamlakatlari bilan birdamlik, ochiq muloqot va yaqin hamkorlik tarafdori ekanini ta'kidladi. Mamlakatimiz yetakchisi nutqining lingvistik tahliliy natijalariga ko'ra asosiy o'rinni 11 marta aytilgan maqsad so'zi egalladi. Bu strategik ustuvorliklarga urg'u berishni aks ettiradi. Shuningdek, davlat va milliy manfaatlar masalalariga ham katta e'tibor qaratilgan davlat so'zi 7 marta yangragan. Shuningdek, asosiy e'tiborda global kun tartibi va jahon chaqiriqlari bo'ldi. Global so'zi 8 marta ishlatilgan. Bu milliy vazifalarni xalqaro kontekst bilan bog'lashga intilishni ko'rsatadi. Xususan, global jarayonlarda Markaziy Osiyoning roli ta'kidlangan. Osiyo so'zi 7 marta, markaziy so'zi 6 marta ishlatilgan. Bu esa nutqning mintaqaviy o'lchamini ko'rsatadi. Prezidentimiz o'z nutqida kelgusi taraqqiyot istiqbollarini ta'kidlab, yangi O'zbekiston, tinchlik, harakat kabi kalit so'zlarning har birini 6 martadan ko'p aytdi. Bundan tashqari, ta'lim, transport, siyosat va hamkor so'zlari 5 martadan, platforma va mexanizm esa 4 martadan uchrashi ilgari surilgan tashabbuslarning tizimli asosga ega ekanligini ko'rsatadi. Umuman olganda, tahlillar shuni ko'rsatdiki, davlatimiz rahbari nutqining asosiy mavzulari mintaqaviy hamkorlik, global kun tartibi, mintaqadagi integratsiya, infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim va xalqaro hamkorlik masalalari bo'ldi. Takroriy so'z va iboralar tahlili natijalari quyidagilarni ko'rsatdi. Mamlakat rahbari nutqida Markaziy Osiyo iborasini 6 marta, doimiy rivojlanish iborasini 4 marta tilga olgan. Mintaqaviy hamkorlik va barqaror rivojlanish mavzulari bilan bir qatorda inson kapitalini rivojlantirish uchun muhim bo'lgan yo'nalishlar, jumladan xotin-qizlarning roli, sog'liqni saqlash va suv resurslari masalalariga e'tibor qaratildi. Shuningdek, innovatsiyalar, infratuzilma va xavfsizlikni modernizatsiya qilishning eng muhim yo'nalishlari sifatida ta'kidlandi. Endi tematik tahlil haqida. Asosiy e'tibor mintaqaviy integratsiya va ichki rivojlanish masalalariga qaratilganini ko'rsatadi. Markaziy Osiyodagi hamkorlikka, shuningdek, transport va ekologiya tashabbuslariga katta ahamiyat berilmoqda. Bu ularning mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashdagi ustuvor ahamiyatini ko'rsatadi. Nutqning asosiy qismi yoshlar, ma'naviy qadriyatlar va modernizatsiyaning ichki yo'nalishini ko'rsatayotgan O'zbekistondagi islohotlar masalalarini qamrab oldi. Shu bilan birga, xalqaro va gumanitar hamkorlik, shu jumladan milliy manfaatlarga mos keladigan global strategiya shakllantirishni ko'rsatadigan xavfsizlik va gender siyosati jihatlari ko'rib chiqildi.